Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlar bilan albatta men Ruslanbek. Bugungi videoda biz aydarlar bilan yashaymiz va biz aydar o'rgatishga ham urinib ko'ramiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring va men qanday qilib aydar o'rgatishimni ko'ra olasiz. Birinchi navbatda daraxt chopdik, endi verstak yasaymiz. Ushga ham bor ekan, demak rostdan ham aydar bilan qattiq urushamiz. Do'stlar, shu yerda pauza qilamiz, chunki YouTube kanalimizga hamma ko'ryapti, lekin hech kim obuna bo'lmayapti. Shuning uchun shu xatoni to'g'rilab hamma obuna bo'lib qo'ysin, men videolar chiqarishni ko'paytiraman. Hozir hech kim obuna bo'lmayapti, shuning uchun kam videolar chiqayapti. Videoni kesib turaman, chunki siz mening izlashimni tomosha qilib zerikib ketasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir shu yerlarda izlaylikchi chiqib qolar. Yo'q, Ender Dragon'da indirmasga mayli, buni qanday qilib ketishim. Men ham yo'lda bitta topib olgan edim. Shu tariqa uning tuxumi bor. Mana uni ham olib ketaman. Qilib oiz ko'rib qolmasin. Juchilikda qo'shamiz, oiz ko'rib qolmasa. Endi o'zimga bitta baza qurib olishim kerak. Albatta men koniga ham tushib keldim. Mana bu naham yasadim, ozginagina yetmadi. Shu tariqa konga kirib narsalar oldim. Konda ham shunaqa tuxum topgan edim.
juda tezlikda yasash kerak. Yoki bo'lmasam jangga tayyorlanish kerak. Enderman, sen menga keraksan. O'ldirib qo'ydi. Ham yetib keldim narsalardan. Do'stlar, birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism chiqishi uchun mana shu videoda 1000 ta like yig'sangiz ikkinchi qism chiqadi.